Ya'ni professional emas ishida. Ishini bizni tilda emas, ustasi emas, eplamachi. Tom qilib beradi, chaka olib tomib turadi. Suv edi, suv olib tushib ketadi. Devor qiyshiq bo'ladi. Motor qilib beradi, ikki oydan keyin motor qilishga to'g'ri keladi. Biz musulmonlar innalloha kataba ala kulli shay'in ihson. Har bitta ishga Alloh taolo ihson yozgan. Ya'ni shu ishda ihson bilan qilib Alloh ko'rib turibdi deb qilganda 10 ta motor qilma, 10 ta imoratni devor urma. Shuni yarmini qilib Alloh taolo barakot beradi. Tushuninglar akalar. Biz qachon musulmon sifatida qilayotgan ishimizga hozirgi zamonda turayotganda professional yondashsak, Alloh ko'rib turibdi deb qilsak, ko'p ishlash hojati yo'q, tushuninglar birodarlar. Tushunarlimi? Biz yalqonligimiz tufayli faqirmiz. Biz mo'minmiz. Rizqini Alloh bergan deb duo qilyapmiz. Haromdan taqvo qilyapmiz. Faqat qilayotgan ishimizda usta emasmiz, mutaxassis emasmiz. Alloh ko'rib turibdi deganda, ya'ni professional emas ishida. Ishini bizni tilda emas, ustasi emas, eplamachi. Tom qilib beradi, chaka olib tomib turadi. Suv edi, suv og'ib tushib ketadi. Devor uradi, devor qiyshiq bo'ladi. Motor qilib beradi, ikki oydan keyin motor qilishga to'g'ri keladi. Biz musulmonlar innalloha kataba ala kulli shay'in ihson. Har bitta ishga Alloh taolo ihsonni yozgan. Ya'ni shu ishda ihson bilan qilib Alloh ko'rib turibdi deb qilganda 10 ta motor qilma, 10 ta imoratni devorni urma. Shuni yarmini qilib Alloh taolo barakot beradi. Tushuninglar akalar. Biz qachon musulmon sifatida qilayotgan ishimizga hozirgi zamonda turayotganda professional yondashsak, Alloh ko'rib turibdi deb qilsak, ko'p ishlash hojati yo'q, tushuninglar birodarlar. Tushunarlimi? Biz yalqonligimiz tufayli faqirmiz. Biz mo'minmiz. Rizqini Alloh bergan deb duo qilyapmiz. Haromdan taqvo qilyapmiz. Faqat qilayotgan ishimizda usta emasmiz, mutaxassis emasmiz. Alloh ko'rib turibdi deganda